Aslan. Assalomu alaykum, hurmatli qizlar. Sizlarga bizlarga kreditlarimiz bo'yicha so'zlaymiz. Xalq banki kreditlar bo'yicha moliyaviy ommabop kreditlarimiz bor bizlarda. O'z bank qilgan shaxslarga, ham tadbirkorlarga, yatliqlarga beriladigan kreditlarimiz bor. Jasi 21 jasi aslan bo'ldi, 60 jasi aralığında olsa neydiği beriladi. Tadbirkor o'z bank qilgan bo'lsa so'lardan. Summasi 10 milyondan 2 milyon, 10 milyondan 20 milyonga deydi. Naqd pul turida berilib, o'tkazish yo'li bilan beriladi. Sizlar yakka tadbirkor bo'lsangiz, 2 yil bo'lgan bo'lur, aşağısı yakka tadbirkorlikdir. Yani o'zingiz band qilgan bo'lsangiz, siz band qilasiz, u siz o'zingiz chiqarib turadi. Kepilligi fizik shaxs, jismoniy shaxs kepilligiga beriladi. Жылы aylanma mablag' uchun оборот qilib oladigan bo'lsangiz 18 ayga beradi. 1,5 yilda. Ya оборот qilib biz istab chiqaraman ya bir ustunok olaman deb, uskuna olaman deydigan bo'lsangiz, uni 36 ayga beradi. Imtiyozli davri 6 ay, 36 ayga beradi. 6 ay imtiyozli davri faiz to'lab turasiz, 6 aydan keyin so'ng o'zingiz qaytarib berasiz. 18 ay aylanma mablag' uchun beradigan bo'lsa, 3 ay imtiyozli davr, 3 ay faiz to'lab turib, 3 aydan keyin aslında yine bunu post qaytarib berasiz. Grafikda ilk turda annuitet, differensial, annuitet deganimiz bir necha summa to'lanaveradi. Differensial deganimiz azayib boraveradi to'langan summasi. O'sha ayda 3 million 200 to'lasangiz, 3 million 100 to'laysiz, 3 million 120 to'laysiz, azayib ketaveradi. So'mda milliy valyuta hisobida to'laysiz. Birinchi talep edilen hücretlerimiz var. Mesela özünüz bank kurgan olsa, özünüz bank kurgan hakkında hücret tapıp görüyorsunuz. Arzanız burada. Buraya teminatçı, solan, pasportları, özünüzde pasportları satıyorsunuz. Soğanlar, görüşürüz dedi. Yani o kredi istiyorlar, jası olur dedi. Aldım, 90 gün ödettikten türlü olsa, bu da bulmayın. Bu vakti türlü turan neler olsa keyifli alamazsa, o zaman sizlerden keplikleri de zor anda. Böyle tüm bir gün ödeyeceğiniz olsa sonrasında sahip veriyoruz. Zor bölük boyunca. Sınırınız mı? Sınırınız.